boshlashdan avval bitta videoni tomoshabinlarga ko'rsatmoqchiman. Yosh aktyorlar sizga e'tiroz bildirmoqchi. O'qimaganlikda aybladingiz bularni, bular xafa. O'qiganman To'xtang, fikrlarni eshitmoqchimiz. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat, yo'q unda hech narsa. To'g'ri, o'sha paytda menda hech balo yo'q edi. Faqatgina o'zimga bo'lgan ishonch bor edi. Va o'sha ishonch meni shodgacha olib keldi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat. Yo'q unda hech narsa. Xo'sh, adashmasam bundan bilmadim 5 yil avval bo'lsa kerak yoki undan ko'proqmi? 2021-yil. 2021-yil, taxminan 5 yil bo'libdi. Studiyada qattiq muhokama bo'lgan. Ochiqchasi gaplashamiz Amirxon Umarov tok-shousida va ana shu jarayondagi mana shu tanqidiy fikrlar, e'tirozlar sizga haqiqiy motivatsiya bo'ldi deb ayta olamizmi? Xo'sh, qaysi tomonda desa bo'ladi? Chunki aynan u paytda biza kino productionda bir aktyor sifatida men qatnashganman u yerda. Hozir aktyorlik faoliyatimda omad kelmadi-ku, lekin bu taraflama o'xshadi va qaysidir ma'noda motivatsiya ham bo'ldi desa bo'ladi. Chunki men aktyorlik faoliyatida omad kelmagani bu nazarimda yaxshi filmlar bo'lmagani bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Qaysi tomonda shunaqa desa ham bo'ladi, lekin bu gap bilan men yaxshi kino bo'lsa, yorbam o'ynardim, aktyorskiy yetadi deb o'zimga katta baho bermoqchi emasman. Ya'ni sinab ko'rilmagan eksperiment qolib ketdi. Ya'ni buni javobini biz endi bilmaymiz. Men yaxshi aktyor bo'larmidim yoki yo'q. Kelajakda bilishimiz mumkin. O'sha vaqtlar tanqid qilingan yosh ijodkor bugun 3 milliondan oshiq obunachiga ega va ularning bir qismini poytaxtdagi Navruz bog'iga yig'a oldi. Biz sizga ana shu jarayonni ko'rsatmoqchimiz. Hozir do'stlar, mana shu 3 million boshini otamiz, davay! Gap bo'lishi mumkin emas. Nechta odam keldi Navruz bog'iga? Xo'sh, Navruz bog'ini o'sha statistikasini bizga berishdi, o'sha o'tishadigan insonlar va 3 mingdan 4 minggacha inson umumiy o'sha kelganini aytishdi. 4 mingta odam keldi. Biz video suratlarda ko'rdik, juda ko'p va ular orasida tushunishimcha asosan maktab o'quvchilari. Ha, asosiy auditoriya hozir menda yoshlar. Chunki menga ko'proq shunaqa auditoriya yoqadi. Bunaqa ko'p odam yig'ish uchun ruxsat olish kerak. Siz ruxsat oldingizmi? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Nima deb ruxsat oldingiz? Xo'sh, aynan ruxsati va organizatsiya ishlari bo'yicha o'sha Navruz parki bilan hamkorlikda qilganmiz uni. Ya'ni Anhor park, Navruz bilan birga. Ular bilan hamkorlikda qilganimiz uchun aynan ular shug'ullangan bu ishlar bilan. Biz esa shunchaki o'sha promoni berdik va odamlarni yig'ib, odamlarga men va o'zimni do'st bo'lganlarim birgalikda shou ko'rishga harakat qildik. Va o'ylaymanki, shuncha odam yig'ilib, bundan keyin yana gap so'zlar bo'lganiga qaraganda, ya'ni odamlar og'zida bu mavzu yurdi. Shuning uchun ham demak, anchadan beri o'zbek mediasida mana shu yo'qolib borayotgan obunachilar bilan yoki o'z kuzatuvchilar bilan ko'rishish, fan klub yig'ish, shu narsani sekin-sekin qaytarishga harakat qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bilasizmi, Omonxon, men o'zimning auditoriyamni bilaman, ko'proq 30+. Sizniki 6 yoshdan 60 yoshgacha desa bo'ladi. Chunki yo'q, unaqa deya olmaymiz. Yo'q. Menimcha sizni ko'proq auditoriyasi deylik 5-8-sinfgacha. Yo'q, asosiy qismi. Ularning ota-onasi ham ko'rsatadiganlar ko'p-da. Chunki aynan bizda so'kish yo'q. Bizani oilaviy ko'rishadiganlar ko'p. Qarang. Men xohlasangiz statistikani qo'ying. Men aslonoy juda katta foizda 70% taxminiy odam televizorda ko'radi. Endi siz o'ylaysizmi, agarda prime time bizda, ya'ni statistika ko'p ko'radigan vaqt soat 18:00 dan 21-22 gacha. Yozda endi kechqurunga cho'zilib boradi. Kun uzaygan uchun. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu vaqtda televizorda faqatgina bitta yosh bolani ko'rib turish qiyin. Buni nafaqat men sizga prosta shu statistikaga ta'nib etaman, balkim men agarda odamlar ko'p joyda yursam, men oldimga kuniga kamida 10 marta kelishadi yosh katta odamlar. Bolam ismini aytib salom yo'llab ber. Men juda ko'p qilaman. Ya'ni ular ham taniydi. Ular muxlis emas. Ya'ni masalan mana o'sha katta yoshli qarindoshlarim ham Tom Jerry ko'rishadi, lekin muxlis bo'lmas. Prosta bolasi ko'rgan ko'z tushib qoladi. Aytmoqchi bo'lganim taniydi, lekin asosiy bir auditoriya yoki mana auditoriyam shu deya olmayman. Tashqaridan siz ijodingiz bilmaganlar uchun xuddiki Omonxon YouTube'da ujastik videolar oladi. Qo'rqinchli ruhlar, jinlar shunga o'xshagan deb o'ylashadi.